Moskva viloyatida Tojikiston fuqarolarini yoqib yuborishdi. Moskva viloyatida ayol kishiga tajovuz ko'rsatgan hindistonlik deb gumonlanayotgan shaxs aslida kim? 2026-yil chet el fuqarolari uchun RVP kvotasi qisqartirildi. Rossiya Federatsiyasida vafot etgan O'zbekiston fuqarolari o'z vatanlariga bepul davlat tomonidan yuboriladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Moskva viloyatida Tojikiston fuqarolarini yoqib yuborishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Moskva viloyatining Naginsk shahrida og'ir jinoyat haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Lekin hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, qurilishda ishlagan 2 nafar Tojikiston fuqarosi shafqatsiz hujum qurboni bo'lgan. Aytishlaricha, ularga og'ir tan jarohatlari yetkazilgan. Keyin qurilish vagonchasida ushlab turilgan va u yerda yong'in sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, fojiadan oldin ular do'stlariga bog'lanib yordam so'ragani aytiladi. Do'stlari yetib kelguniga qadar 2 kuygan jasad topilgani aytiladi. Hozircha tergov organlari tomonidan rasmiy xulosa e'lon qilinmagan. Ushbu mavzuga oid barcha masalalarni ommaviy axborot vositalaridan aniqlashtirib, sizga rasmiy ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Keyingi yangilik ham Moskva viloyatiga tegishli. Tarqalgan reportajga ko'ra, kechasi bir erkak ko'p qavatli uyda agressiv harakatlar bilan baqirib, eshiklarni taqillatgan. U 7-qavat derazasida o'zini tashlash bilan tahdid qilgan. Voqea joyiga tezkor xizmatlar, MCS va politsiya yetib kelgan. Reportajda aytilishicha, qutqaruv vaqtida erkakni ushlab qolishga urinish bo'lgan, ammo oxirgi pallada u qulab tushib halok bo'lgan. Keyinroq esa xabarlarga ko'ra, u o'limdan bir necha daqiqa oldin bir ayolning kvartirasiga bostirib kirib, uni shafqatsizlarcha kaltaklagan. Ayol hozircha shifoxonada. Holat bo'yicha jinoiy ishi qo'zg'atilgani aytilmoqda. Hozircha hujum sababi, erkakning motivi va boshqa tafsilotlar huquq-tartibot organlari tomonidan aniqlanadi. 2026-yil chet el fuqarolari uchun RVP kvotasi qisqartirildi. Asosiy raqamlar: umumiy kvota 3802 ta, rezerv 1140 ta. Eng ko'p kvota berilgan shaharlar Moskva 500 ta, Moskva viloyati 250 ta. Asos: Rossiya Federatsiyasi hukumatining 6-oktyabr 2025-yildagi 2793-qaroriga ko'ra, bu amalda nimani anglatadi? RVP uchun raqobat juda kuchli bo'ladi. Ko'p hududlarda kvotalar yil boshidanoq tugashi mumkin. Hujjat topshirish faqat ma'lum subyektlarda bo'sh joy bo'lsa amalga oshiriladi. Rezerv bo'lishi doim ham kafolat bermaydi. 2026-yilda RVP kvota orqali olish eng qiyin yo'llardan biri. Shuning uchun ko'pchilik uchun mantiqiy yo'l kvotasiz RVP ga asos bilan topshirganingiz yoki-da to'g'ridan-to'g'ri asos bilan VNSH ga topshirganingiz ma'qul. Agar O'zbekiston fuqarosi chet elda vafot etsa, uning jasadini vatanga olib kelish xarajatlarini davlat o'z zimmasiga oladi. Ushbu tizim qonun asosida qanday ishlashini tushuntiraman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 252-sonli qarori 3-bob 6-bandiga muvofiq maxsus fond mablag'lari jumladan quyidagi maqsadlar uchun yo'naltiriladi. Birinchi o'rinda, chet elda vafot etgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jasadini vatanga qaytarish davlat hisobidan amalga oshiriladi. Ikkinchidan, chet elda og'ir ahvolga tushib qolgan fuqarolarga huquqiy, ijtimoiy va tibbiy yordam ko'rsatiladi. Deportatsiya qilingan yoki kelishilgan mehnat shartlari ta'minlanmagan fuqarolarni vatanga qaytarish davlat tomonidan ta'minlab beriladi. Eng muhim jihat, vafot etgan fuqaroning jasadini qaytarish fond mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Yaqin qarindoshlardan pul yig'ish talab etilmaydi. Muhim ogohlantirish: ko'plab vatandoshlarimiz ushbu qarordan ma'lumoti yo'qligi sababli firibgarlarga duch kelishadi. Ular turli bahonalar bilan pul yig'ish, bank kartasiga o'tkazish, vositachilar orqali masalani hal qilishni taklifini berishadi. Bunday holatlarda faqat quyidagi tashkilotlarga murojaat qilishingiz lozim. O'zbekiston Respublikasi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi yoki rasmiy konsullik muassasalariga murojaat qilishingiz lozim. O'ylaymanki, ushbu ma'lumot sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.